Qizlarjolar, bugungi darsimizda sizlar bilan 6-7 yosh qizchalarimiz uchun ko'ylak lozim bijib tikamiz. Birinchi bo'lib shimni bijib olishdan boshlayman. Mana shunaqa laqday. Xo'p, 7 yosh qizchalar uchun o'rtacha 65-70 sm yirtamiz. Men doim matoni yirtib bichaman qizlar. Yirtib olganimizdan so'ng matoni chiroyli qilib tekis qilib taklab olamiz. Oxiriga yetkazmaymiz. Hozir aytib o'taman. Mana qizim noziroqlar. Mana bu tomoniga 25 sm chiqyapti to'liq. Bu tomoniga 25 sm bo'ladi. Pochchasini kesib olamiz. Pochchasini xohishga ko'ra shunday qolishi ham mumkin. Ozgina qisqartirishimiz ham mumkin. 2 yillik, 3 yillik. Men pochchani qaysi holatda kiyishlariga bog'liq. Men tekis tushirishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun tekis qilib qoldirdim. Bismillahirrohmanirrohim. Shu holatda mana shunimiz tayyor. Bu qismidan yengchasini olamiz. Mana shu qolgan qismini hammasini shu holatda kirilishga qilib bichib olaman. Shimni yonidan qolgandan chiqdi qizlar. Yaxshilab tushunsalaring, keyin savol berib, qiynalib o'tirmaysizlar. Ahamiyat bergandan bittada tushunib oladi. Qiyin o'rgatgan eng oson uslubda o'rgatyapsan. Endi o'rtasini bo'lib olamiz. Mana yengimiz tayyor. Kirilishga bo'lib chiroyli bo'lib turib beradi so'lqillab. Xo'p, endi etak qismiga o'tamiz qizlar. Etak qismini ko'ylayni bo'yiga qarab chiqaramiz. Men 60 sm qilmoqchiman. To'rtta bo'g'im bo'ladi. Shuning uchun 60 ta to'rga bo'lsa 15, 3 sm dan cho'q haqqi bilan bichib olaman. 18 mana 36 bu ikkita eng tagida etak qismiga bo'ladi mana. Rosa ser buni bo'lib pishib, chiroyli bo'lib so'lqillab turadi xudo xolasa. Mana ikkita bo'lam 18 sm dan yirtdim. Endi xo'p. Yana oxirgi ikkinchi bo'lagini yirtaman. Mana 18 sm dan yana ikkita bo'lak kerak bo'ladi bizga qizlar. Bu ikkita bo'lak yonidan kaket qismini olib olaman. Kaket qismi uchun 34 sm olib olaman. Olib tashlayman mana. Bu uchinchi bo'g'im bo'ladi. Lanetdan bo'lsa kaket qismini olib olamiz. To'liq tushyapti videoga. Alohida qilib taklab olyapman qizlar. Yaxshi ahamiyat bersalaring, albatta tushunish oson, qaranglar taklovda. Xo'p. Xuddi shu holatda yaqinroq keling. Mana shu holatda qolamiz. Bu qismiga bo'ladi. Mana kaket qismiga bo'ladi. Xo'p, qizchalarimiz uchun o'yindini 6 sm qilib qo'yib olamiz. Mana 6 sm qilib qo'yib oldik. Yelkalari ko'p holatda qizchalarga 24 bo'ladi bu yoshda. Mana 12 sm qo'ydik. Ozgina qiyalatamiz. Bu tomondan mana ketgani. Xo'p, yon qismi osilmasligi uchun 2 sm ko'tarib olamiz. Biz tushaveradi pastdan. Endi yana eng asosiy sirlardan bittasi. Mana men old o'yindan taxmin o'yaman. Yarmigacha keladi bu o'yinda. Xo'p, yelkasini mana orqaga ketmasligi uchun shu qismidan mana 1-1,5 sm olib tashlayman. Ichkari tomondan olib tashlayman. Sababi orqada harakat bor, oldida yo'q. Orqaga nisbatan oldi kichikroq bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi. Hech qanaqa atrofkasiz bichib ko'rsatib beryapman. Kaketkani bichdik. Bu kaketkadan keyingi bo'lagimiz qizlarjolar qaranglar. Xo'p, men qiqimdan chiqarganim uchun shunaqa qildim. Bo'lmasa bitta 18 sm lik qirqasizlar, to'rga buklaysizlar. Shu holatda taklab olasizlarda. Mana bitta mana bu qismini yaqinroq keling. Mana 5 sm bu tomonga, 5 sm bu tomonga qilib mana o'yib qo'yasizlar. En foydali videolarda inshaalloh sir asrorlarisiz mana o'rganasizlar xudo xolasa. Anchadan beri foydali video chiqarmay qo'yganimdan vaqtim yetmayapti. Bugun vaqt ajratib sizlarga chiroyli video qilib berdim. Mana birinchi qismi. Xo'p, mana kaketka qismi, mana ko'ylagimizni kaketkaga olgan qismimiz mana. Bitta, ikkita, uchta. Xo'p, to'rtinchi bo'lagimiz eng oxirgisi xuddi shu tarzda ketish kerak. Shirincha ko'ylakcha qilib chiqadi. Endi mana bunga bejivy svetda kaketkasiga varaqchalar qilib, oralariga kantlar aralashtirib chiqarsa, rosa chiroyli ko'ylakcha chiqadi xudo xolasa.